Telefon va shaxsiy hayot daxlsizligi huquqingiz. Bugun telefon bizning eng yaqin hamrohimiz. Unda shaxsiy suhbatlar, fotosuratlar, yozishmalar, bank ma'lumotlari bor. Shu sababli telefon oddiy qurilma emas, bu shaxsiy hayotning bir qismi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31 moddasiga ko'ra, shaxsiy hayot daxlsiz shaxsiy yozishmalar, telefon orqali muloqot va elektron xabarlar sir saqlanishi qonun bilan kafolatlanadi. Bu huquq faqat qonun asosida va sud qarori bilan cheklanishi mumkin. Demak, hech kim telefoningizni majburan tekshira olmaydi, yozishmalaringizni ochishga majbur qila olmaydi, shaxsiy ma'lumotlaringizni ruxsatsiz yegish yoki tarqatish qonunga zid. Telefoningiz shaxsiy hududingiz. Uni himoya qilish esa huquqingiz. O'zingizni himoya qiling, huquqingizni biling. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.